Bunga shaytonni sabab qilishiga hech qanday yo'l yo'q, balki o'zini gunohkor hisoblab tavba qilib, uni ikkinchi marta takrorlamaslikka harakat qilish kerak. Iymonni mustahkamlash uchun Alloh taoloni har lahza zikr qilib turish lozim. Alloh taolo o'zining cheksiz ilmi bilan bandaning qilayotgan amallaridan xabardor ekanligini har bir musulmon sezib turishi kerak. Shundagina banda namozni tark qilish qanchalar gunohligini tushunib yetadi. Iymonni mustahkamlash uchun esa yana bir bor aytamiz, zikr, Qur'on tilovati va musulmonlar bilan suhbatda bo'lish, jamoatga qo'shilish va shunga o'xshash iymonni mustahkamlaydigan, sayqallaydigan holatlarda bo'lishga harakat qilmoq lozim. Shu bilan birga banda har doim o'zining hisob kitobini qilib turishi kerak. Va yurva an Umar ibn al-Xattob